Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozirda endoskopik operatsiya jarayonida biza, ya'ni bu xalq orasida lazer operatsiyasi deb ham yuritiladi. Demak, bemorda 4-5 bel umurtqalarida demak o'ng tomonlama disk shurasi aniqlangan. Hozirda ustozimiz Komil Kamolovich ishtiroklarida demak operatsiya jarayoni bajarilyapti. Hozirda mana bemorda sariq bo'ylam demak olinib, mana masalan sariq bo'ylamdan keyin hozir biza nerv idishasi va diskga kirish imkoniyatiga ega bo'lamiz va sizlarga disk shurasini ko'rsatamiz. Mana biz hozir operatsiyani tugatdik. Mana bu ko'rib turganingizdek L5 nerv idishamiz. Mana bu yerdan kattagina disk shurasi osilasi chiqdi. Biz hozirgi paytda oldik, hech narsa qilib turgani yo'q. Bu yerda juda katta nervni qisib turgan grizani oldik. Hozirda mana ko'rib turibmiz, nerv toza, hech narsa qilib turgani yo'q. Hech qanday kesmalarsiz endoskopiya yordamida oldik. Qonagani ham yo'q. Nervimiz but. Hech narsa qilib turgani yo'q. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Girjasi borlarga taalluqli bu gaplarimiz. Keldik, Xudoga shukrona 1 yildan beri litseyni olib yurgandik. Hamma joyda takliflar har xil, kesmasa ham bo'ladi, operatsiya qilmasa ham bo'ladi, tuzaladi. Bu gaplar hammasi vaqtinchalik gaplar. Har xil narsalarga ishonib, borib buni tuzatishni o'ylab o'tirmanglar. Oldingidagi girjani misol uchun kesib, operatsiya qilib, qo'rqinchli operatsiyalarning o'zi yo'q hozir. Kirdik, ana 1 soat ichida bir ruchkaday teshik bilan qanaqadir operatsiya qilindi. Bir ruchkadagi kattalikda tochkachada bo'lindi hamma operatsiya. Xudoga shukr, hammasi yaxshi chiqdi. 3-kun, 4-kun ayoqda zakon yuribmiz. Doktorlarimiz qo'llari zo'r, yengil. Kelaveringlar. Sharoitlari hammasi zo'r. Katta rahmat hammaga.